Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugun sizlarga bir nimani ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu piyoz urug'. Piyoz urug'ni hamma bilganlar biladi, dehqonlar biladi. Buni mana shunday qilib kesib olganmiz. Mana shunday kesib olganmiz. Buni kesib olishimizning sababi uni quritib urug'ni ajratishimiz kerak. Maqsad shu. Shuning uchun buni quritish jarayonini ham bir aytib o'tmoqchiman. Bilganlar biladi, bilmaganlarga maslahat. Agar noto'g'ri aytayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib o'tingizlar fikrlaringizni. Agar bundan ham oson yo'llari bo'lsa, o'zimiz hovliga ekkanmiz ozroq qizil piyoz urug'. Buni hozir buni qarang, qurigandan keyin bu juda ham qurib ketsa, bu urug'ni kuydirib Kuydirmaydi, urug'ni quritib yoradi. Issiq, hozir 50 gradusgacha issiq bo'lyapti. Bilganlar bilyapti. Biz terimizda 50 gradusgacha issiq bo'lyapti. Mana buni juda issiq bo'lgan payt ustini yopib qo'yamiz. Hamma narsani me'yori bo'lgani yaxshi. Ko'p ham issiqda qoldirib yormangizlar demoqchiman. Buni qo'yishimdan maqsad shu. Ko'p ham issiqda qolib ketsa, mana bu urug'lar issiqda kuyadi. Kuyib qolgandan keyin yaroqsiz bo'ladi. Ekasizlar, ekkandan keyin bundan chiqishi qiyinroq bo'ladi. Mana shu piyoz urug'lar qizil navli piyoz urug'i emas, pachkadan chiqqan. Pachka urug'i. O'shaning uchun buni avaylab quritib olishimiz kerak. Buni mana shu issiqda qolaversa, ertalabdan issiqda turib to kechqurun asrgacha issiqda saqlasangiz, buni yutqazib qo'yasiz. Qanday yutqazasiz? Juda issiq, haddan ziyod ko'p bo'lgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, mana urug'lar kuyib ketadi. Kuygan narsani bilasizlar-ku, bir narsani qovurasizlar, kuygan narsa qayta chiqmaydi. Yerini qovuringda issiqqa qovurib eking, ko'karmaydi. Shuning uchun bu ham xuddi shunday narsa. Juda ham haddan ziyod issiqlik qiladi. Mana shu soat 11, ko'p bo'lsa 12 gacha issiqda turadi kunduzda. Quyoshimiz mana issiqda turibdi. Undan keyin ustini yopib qo'yamiz. Surp bilan soya qilib olib qo'yamiz. Kechki paytda asrdan keyin yana issiqqa chiqadi. O'zini me'yorida qurigan yaxshiroq. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.